Baxshiga borayotgan ayollar, erkaklar ham bor, baxshiga boradigan kam. Erkak shopir bo'lib boradi, erkak kishi ko'proq. Qaysi bir ayolingiz yo tanishingiz bu baxshiga olib borib keling deb agar aytadigan bo'lsa, mashinangizni olib borib kelsangiz, teppa-teng gunohkorsiz. Borishyapti sheki ayollarimiz. Kim ruxsat beryapti, kim yo'l kirasiga pul beryapti, kim hammayli borib kelavering deyapti. Siz bilan men erkaklar ruxsat berib qo'yamiz. Baxshiga dilorsizlar. Kim ishonib borsa, Alloh nozil qilgan dinga kofir bo'lib dedilar. Opalar, eshitib olinglar, ikki qo'l olangiz bilan. Kim baxshiga ishonib, shu odam yaxshi pol ochadi, och beradi, shu bil beradi, ko'r beradi deb agar kim ishonib boradigan bo'lsa, Alloh taolo nozil qilgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilgan din islomga, Xudoga kofir bo'lib dedilar. Kim sinamoq uchun boradigan bo'lsa, 40 kun namozi qabul bo'ladi. Sinamoq uchun qani boraychi, to'g'ri topsa ishonaman, bo'lmasa ishonamayman deb. Shunchaki sinashga borsa ham qancha kasofat, qancha balo.